Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Universal darabilka so'raganlar uchun tejamkor brend ostida ishlab chiqarilayotgan universal darabilkalarda sexiga yetib kelganmiz. Bu yerda ko'rishlaringiz mumkin, xudo xolasa. Почти bir xil ekan, ikki xil motorda chiqyapti ekan. Narxlar arzon narxlar. Bundan tashqari ekonom pechka, atrobotka pechka. Qanachini qaranglar. Limon choy tayyor bo'ldi, Beysat aka? Ha, tayyor. Bosamizmi? Limon choy novotlar bilan tayyor bo'ldi. Hozir bir chaynagini ichdik, bu ikkinchi chaynagi. Xo'sh. 3 soatiga akalarimiz aytishyapti, 1 litr rasxod qiladi deyapti. Shunda 3 soatiga 5000 so'm rasxod qilar ekan. Mana shu choyxona oshxona o'zlariniki ekan, xudosi oshxonalarga ham qo'ydik deyapti. Hidi ustuna chiqqani yo'q, xonani qoraytirib yuborgani yo'q. Bemalol ishlatsa bo'laveradi deyapti. Aytib o'tilganda 3 soatiga 1 litr rasxod qilar ekan. Xo'sh. Universal darabilkaga keladigan bo'lsak, ikki xil varianti bor ekan. Mis atmotkaligi, alyumin atmotkaligi. Motorni qanaqa dedi? Kilovatini 6,5 kilovat, 3,5 ming оборотli motorlardan qo'yilyapti ekan. Xo'sh, nasatkasi molbob bo'ladi, qo'y bobi, yorma holatdagisi, mana shu mayda holatdagisi chiqadi. Akkani chiqarib ko'rdik. Bug'doy chiqarib ko'rdik, somon, poya, g'o'zapoya hammasini chiqarib eksperimentlar qildik. Bu videomiz Eldor YouTube kanalida bo'ladi. Xudosi bemalol qaytib ko'rasizlar. Garantiyasi motoriga 1 yil, qolgan motoriga 1 oy garantiya beriladi. Uzr adashib ketdim, qolgan joylariga 1 yil garantiyalarni berishar ekan. Narxiga keladigan bo'lsa, alyumin motorligi 2 million 300 ming so'm, mis motorligisi 2 million 500 ming so'm, dastavkalari vodiy bo'ylab bepul O'zbekistonda 12 ta viloyatga kelishilgan holatda yetkazib berishaver ekan. Hozirgi kunda akalarimiz Jizzaxga ham filial ochyapmiz deyishyapti. Bemalol Jizzaxdan ham ochilgandan keyin xarid qilishlari mumkin ekan. Manzilga keladigan bo'lsak, Farg'ona viloyati Yozyovon tumanidan bo'lyapti. Bemalol telefon qilaverasizlar, xudo xolsa. Telefon raqamlari mana. Xudo xolsa bizni kanaldan chiqalar uchun chiroyli narxlarda qilib berishadi. Bunisiga keladigan bo'lsak, yangilik ekan. Tuz chiqargani zakaz berishibdi. Tosh chiqarib eksperimentini qilib sinab berishibdi. Narxi 5 million so'mga chiqdi mana shu. Tuzni maydalab chiqarib berar ekan. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ikkitani past telefon raqamlarini chiqamiz. Bemalol qochib qolsa, chiroyli narxlarda yetkazib berishaveradi.